Ular. Yo'lingda ham eplab yura olmayapsanmi o'zi? Senga hali gapirishga ruxsat berilgani yo'q. Ketdim. Oppo, yana qanaqa kino ko'rdik ekan bu? Bilmadim. Xudo bo'lsa ham oxir baxayr bo'lsin deb. Qaraydi. O'g'il chiroyli bo'lsa, yonida to'qimi o'rtog'i bo'lsa kerak ekan. Shu gap rostmi? Ha? Mana men sana olib berumman. Da, to'g'ri. Mana ikkovinglarni olib yur mana. Ketdi dars boshlandi. Kiramizmi? Kirish kerak. O'tda yurchi. Rahmatjon. Ustoz, lattani ho'llab keling. Bugun vaqtingiz bormi? Nimaga? Ha? Surubotdan. Sen bilan darsdan keyin gaplashamiz. Shirin latta qani? Hozir kelyapti. Assalomu alaykum ustoz. Kirsam mayli? Kir o'tir. Hamma gap o'zingda ekan-ku. Bitta tiqib olmaysanmi? Yo'q, shunaqa ekanmi? Chiqsam, bitta qiz bilan turibdi gaplashib, xiringlashib, nimamush? Vaqting bormi? Uchrashamizmi? Sanchisan, nima? Oldiga tushib olib likillab ketishing shartmi? O'shda tursang bo'lmaydimi? Nima deyapti, nima qo'yapti, nima qilyapti? Ko'rib turibdi-yu. Siz rashkka keltiraman deb o'rtog'ingizga suykanyapti. U boshqalar bilan gaplashganda meni rashk qiladi deb o'ylayapti. Buni tushunmayapti. Men prosta unga bo'lgan sevgim yo'q edim, xolos. Nima qilyapsan? To'mi joydami? Sen o'zing nima qilyapsan? Meni rashkka keltiraman deb o'rtog'imga suykalyapsan-ku. Sen kimsan? Men seni rashkka keltirishga harakat qiladigan. Qaytib yonib